Bu avtomobilda radnoy magnitofonni yechib tashlagandan keyin pоворот va avarinka ovozlar yo'q bo'lib qoladi. Bu ko'pchilikka ma'lum, chunki bu ovoz radnoy magnitofon orqali chiqadi. Shuning uchun buni yechgandan keyin, boshqa magnitofon taqilgandan keyin ovozlar yo'q bo'lib qoladi. Hozir bu avtomobilimizga ham Pioneer magnitofon ustanovka qilib berganmiz. Buni pоворот ovozlari, zamuzajgani ovozlari esa albatta через kam-blokni orqali qilsa ham bo'ladi. Kam-blok 160-170 ming atrofi, undan ham arzon va qulay hamyonbop narxlarda esa mana oddiy universal relay orqali hal qilsa bo'ladi. Bu haqida avval video qo'yganmiz, yana bir eslatma sifatida qo'yyapmiz. Xo'p, hozir mana rezultatini ko'rishimiz mumkin. Ovozini o'ng pоворot va avarinkani bosib ko'ramiz. Buni nima qilganmiz? Ustanovkasi bo'yicha ma'lumot berib o'tib ketaman. 85 va 86 oyoqchasidan ikkita dona sim olib, parok tagiga olib kelganmiz. O'ng va chap pavorotning simlarini topib olamiz va ikkita diod kerak bo'ladi. Polosasi bor tomonda esa relayga qaratib bitta simiga berib qo'yamiz. Ikkinchi simini esa massaga berib qo'yamiz. Bo'ldi. Как положено ishlayveradi. Relay ham xalaqit bermaydigan joyda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tarqatib qo'yamiz.